Bolalarni jiddiy olish. Bu nima degani? Bolalarni jiddiy olish, bolalarni kattalardek olish. Ularni xohishlari endi yosh bolada deymiz. Men aytganim maqsad, meni bilganim to'g'ri deymiz. Mana shu bolalarni jiddiy olmaslik. Ularni o'rniga bizni qarorimiz deb qabul qilish. Ha, zapchaslaringizni o'zingiz bilan olib keldingizmi? Dedim. Nimani tushundingiz? Bolalaringizni tushundingiz, to'g'rimi? Bizda bu so'z ommalashgan. Ya'ni biz bolalarni o'zimizni bir qismimiz deb ko'ramiz. U vaholanki butun bir shaxs, u alohida bir dunyo. Sizni kimdir kelib turib, "Meni zapchasimsiz nima deysiz? Qani qabul qilasiz?" Bolalarni jiddiy olib turib, hamma narsaga qo'yib bersak, u aytadi, "Men chips yegim kelyapti, olib bering" deydi. Katta odam olmoqchi bo'lsa, sinfdoshimiz, o'rtog'imiz, jiyanimiz olmoqchi bo'lsa, katta yoshdagi Avur deymiz-ku. Yaxshilar qo'liga bitta urmaymiz-ku. Yoki olmaysan deb turib olmaymiz-ku. O'zing bilasan, lekin zarari bor deb qo'yamiz. Ya'ni bolalarni istalgan narsasini qo'yib beraverish, hamma nima qilsa qilsin deyish, bu bolalarni jiddiy olish emas. Assalomu alaykum azizlar. O'tgan safar va'da qilganimizdek, bugun bolalarni jiddiy olish haqida gaplashamiz. Undan oldin o'tgan safarga juda ham muhim bo'lgan videomiz haqida eslatmoqchiman. Biz o'tgan safar otalar va o'g'illar o'rtasidagi yaqinlikni qanaqa qilib o'stirish haqida gaplashdik. Bugun bo'lsa bolalarni jiddiy olish. David Deutsch, ya'ni fizik, mashhur fizik, juda ham ko'p hozir foyda olib kelayotgan va kvant olamida, kvant hisob-kitoblar olamida yangilik qilayotgan David Deutsch ommalashtirgan bolalarni jiddiy olish g'oyasini olib chiqamiz. David Deutsch o'zi farzandi yo'q, lekin bu bolalarida ishlatgan metod emas, balki onasi Maria Deutsch musiqa professori bo'lgan. Ana shu Maria Deutsch o'zini farzandida Davidni ishlatgan usullardan biri deb taxmin qilaman men buni. Ya'ni bolalarni jiddiy olish. Bu nima degani? Bolalarni jiddiy olish, bolalarni kattalardek olish. Ya'ni katta bir inson turibdi. Bu odam yoshi 20, 25, 30 yosh. Bu odamni ham eshitish kerak, bu odamda ham fikri bor, bu odamni ham xohishlarini inobatga olish kerak. Har holda uni borligini tan olib qo'yish kerak degan fikr. Bu fikr odatda ko'p bolali millatlarda uncha ommalashmagan fikr. Ya'ni Osiyoda ayniqsa biz ko'p farzandli millatlar yig'ilgan qit'a bo'ladigan bo'lsak, bolalarni jiddiy olish nisbatan pastroq. Bolalarni kasbini ko'pincha biz belgilab beramiz. Bolalarni yuradigan yo'llarini, o'qiydigan maktablarini, kiyadigan kiyimlarigacha hattoki biz belgilab beramiz. Va bu yomon emas asli, bu yaxshi. Faqatgina uni belgilab berayotgan paytda biz kattalardek belgilab bermaymiz, balki qulimizdek belgilab beramiz. Ya'ni mana shunaqa qilasan, bo'ldi. Nima uchun degan savol bergan paytda esa bolalarimiz shunga shunaqa, chunki men aytdim deymiz. Ya'ni authority, ya'ni avtoritet bilan bo'g'ishga harakat qilamiz. Asli mana bu bo'g'ish bolalarimizda o'sha ishni o'zi qilishi kerak bo'lsa ham, o'zi foydali bo'lsa ham, o'sha ishni qilmaslikka sabab bo'ladi va ichkarida agar unga ertaga itoat qilmaydigan bo'lsa, ota-onasiga nisbatan nafrat, itoat qiladigan bo'lsa, o'zidagi avtonomiya, mustaqillik ketib qoladi. Shuning uchun ham bizni millatimizda, ya'ni biz atrofimizdagi Osiyo millatlarida bolalarimizda akademik natijalar yuqori. Shunchaki olimpiadalarga qarang, IMO olimpiadalari, matematika olimpiadalari, fan olimpiadalari eng ko'p g'oliblar Osiyodan chiqadi. Bu o'sha Singapurdan, Vyetnamdan, Osiyo davlatlari, Tailanddan, ya'ni mana shu Xitoydan, Yaponiyadan. Lekin mana shu millatlarning o'zida akademik natija yuqori, lekin iroda past yoki xohishlarini yuzaga chiqarish past. Misol uchun 86% xitoylik o'quvchilar o'zlari xohlagan kasblarda ishlashmaydi. Bemalol bitta ko'z yumib kasblarni almashtirib borishga rozi. Ya'ni o'zlari xohlamagan, yoqtirmagan, ota-onalar tanlab bergan yo'nalishlarda ketishyapti. Yoki Janubiy Koreyaliklarni qaraylik. Akademik natijalar bo'yicha birinchi o'rinda turishadi. Samsung kompaniyalari, LG kompaniyalari, Hyundai o'shadan chiqqan. Ya'ni butun dunyoga eksportlar qilishyapti. Lekin bolalarda depressiya kuchli, o'zini o'zi o'ldirish kuchli. Ota-onasi tanlab bergan va jamiyat qo'yayotgan bosimlarga qarab yurishadi, o'z xohishlarini bildirishmaydi. Shuning uchun Janubiy Koreyaliklar orasida tadbirkorlar juda kam, hattoki Singapurliklar orasida ham. Ya'ni ular birovni xohishlarini yuzaga chiqarish. Bu 5 bahoga o'qish, bu birovni xohishlarini yuzaga chiqarishda. Ota-ona aytadi 5 ga o'qi deb, maktab aytadi 5 ga o'qi deb, bola esa o'sha bo'pti o'qiyman, xo'p bo'ladi deydi, o'qiydi. Mana bu birovni xohishlarini yuzaga chiqarish bo'yicha Osiyo oldinda. Lekin g'oyalar, eng zo'r kitoblar yoki innovatsiyalar deymiz yoki ijodkorlik deymiz, eng zo'r filmlar qayerda desangiz, bu o'sha yaxshi o'qimaydigan millatlardan chiqib kelaveradi nimagadir. Mana shu forslarni olaylik yoki Yevropani ba'zi davlatlarini olaylik. Ularning ham tarbiya elementlarida kamchiliklari bor, lekin ustunliklarini ham unutmasligimiz kerak. Ustunlik bu fikr erkinligi, bolalarni jiddiy olish nisbatan ko'proq. U yerda ham ota-onalar bor, bolalarni jiddiy olmaydigan. Biz buni nimaga gaplashyapmiz?
bizdagi muammolar o'zbek millatigagina xos emas. Balki bu butun Osiyoga xos, ko'p farzandli millatlarga xos. Ya'nikim biz bolalarimizni jiddiy olmaymiz. Ularni xohishlari endi yosh bolada deymiz. Men aytganim maqsad, meni bilganim to'g'ri deymiz. Mana shu bolalarni jiddiy olmaslik. Ularni o'rniga bizni qarorimiz deb qabul qilish. Ha, zapchastlaringizni o'zingiz bilan olib keldingizmi? Dedim. Nimani tushundingiz? Bolalaringizni tushundingiz, to'g'rimi? Bizda bu so'z ommalashgan. Ya'ni biz bolalarni o'zimizni bir qismimiz deb ko'ramiz. U vaholanki butun bir shaxs, u alohida bir dunyo. Sizni kimdir kelib turib, "Meni zapchasimisiz nima deysiz? Qani qabul qilasiz?" Ya'ni biz lekin shunaqamiz. Buni yomon joyi yo'q. Biz o'zimizga yaqin olib shunaqa deymiz. Buni biz ayblamoqchi emasmiz, lekin mana shu joyda jiddiy olmasligimiz bilinib qoladi. Yo'q, u meni bir bo'lak ehtiyot qismim emas, u alohida shaxs. Uning o'zining fikrlari bor, o'zining xohishlari bor. Mana bu bolalarni jiddiy olishni g'oyasini tushuntirib berdim hozir. Endi buni qo'llash haqida gaplashamiz. Chunki buni qo'llashni chegarasi ham bor. Chunki bolalarni o'z holiga qo'yib bersak, biz bundan oldingi videoni gaplashgandik, hozir mana havola qoldiraman. Bu doktor Kennedini ichkaridan yaxshi kitobidan olingan g'oya, bolalarni aqli oxirigacha rivojlanmagani va biz ularga yo'lboshchi, kompas bo'lib turishimiz va aqli bo'lib turishimiz kerakligi haqida gaplashgandik. Endi mana shu g'oya bilan birlashtiramiz. Bolalarni jiddiy olib turib, hamma narsaga qo'yib bersak, u aytadi, "Men chips yegim kelyapti, olib bering" deydi. Katta odam olmoqchi bo'lsa, sinfdoshimiz, o'rtog'imiz, jiyanimiz olmoqchi bo'lsa, katta yoshdagi, "Ovur" deymiz-ku. Yaxshilar qo'liga bitta urmaymiz-ku. Yoki olmaysan deb turib olmaymiz-ku. Ha, o'zing bilasan, lekin zarari bor deb qo'yamiz. Ya'ni bolalarni istalgan narsasini qo'yib beraverish, hamma nima qilsa qilsin deyish, bu bolalarni jiddiy olish emas. Balki o'tgan safar o'sha Kennedida gaplashganimiz, o'zimizning sharqona odoblarimiz, milliy urf-odatlarimizni va o'zimizni islomiy tariximizni qo'shamiz va g'arbdan olgan g'oyamizni olamiz, bolalarni jiddiy olish g'oyasini. Shuni birlashtirsak, bizda bitta yaxshi formula paydo bo'ladi bolalarga. Men o'zim shaxsan maktabimizda qo'llayman. Ya'ni bolalarni jiddiy olamiz, ularni eshitamiz. Hattoki yosh bolalar bilan gaplashayotganda men o'tirib gaplashishga harakat qilaman. Ko'z darajamiz bir xil bo'lsin. Har bitta so'zni eshitamiz, inobatga olamiz va unga foydali bo'lgan ish uchun, uni kelajagiga foydali bo'lgan ish bo'lgani uchun agar sababini tushuntirib bera olsa, xo'p deymiz. Unga zararli bo'lgan ish uchun yo'q deymiz, lekin sababini tushuntirib beramiz. Bitta bola kelyapti, Aziz aka, men darsga kirmoqchi emasman. Nima darsga kirmoqchi emassan? 3-sinf bola. Matematika darsiga kirmoqchi emasman. Men zerikyapman. Nima deyapsan? Bor kir darsingga, sendan kim so'rayapti deyish bu bolalarni jiddiy olish emas. Ko'z darajasida o'tiramiz. Ha, bolam, nega zerikyapsan? Ha, tushunmayapman, qiynalyapman. Boshida yaxshi edi, hozir ha, demak sen zerikmayapsan, sen tushunmayapsan. Yoki nima uchun kerakligini bilmayapman. Ha, demak sen zerikmayapsan, sen ma'nosiz deb o'ylayapsan. Keyin mana shu haqida gaplashamiz. Nega kerakligini tushuntirib beramiz. Bu haqida xudo xolasa alohida videomiz ham bor, lekin mana bu joyda gapirib ketganmiz. Bu boshqa bitta intervyuda, podkast edi, o'shani ko'rib olsanglar bo'ladi. Yoki tushuntirib beramiz, o'sha tushunmayotgan joyini zerikishini ketkazish uchun. Keyin iltimos bolam, endi iltimosmi aytamizmi, bolam endi darsga kir. Nima uchun? Chunki ba'zan hayotda qilishing kerak bo'lgan ishlar bor. Ular zerikarli bo'ladi, lekin foydali bo'ladi. Tish yuvish hech kimga qiziq jarayon emas. Yoki badan tarbiya hamma maza qilib yoqtirgan jarayon emas. Kitob o'qishni boshlayotgan paytimizda yoki yozayotgan paytingni esla. Qiynalgansan, ruchkani otib o'rgin kelgan. Qo'llaring siyoh bo'lib ketgan. Lekin qara hozir qancha foydasi tegyapti. Ya'ni hamma yoqtirayotgan ishingni qilaversang, sen ertaga bir tuzukroq natijaga erisha olmaysan. Odamlarga foyda keltiradigan, o'zingga foyda keltiradigan odam bo'la olmaysan. Keraksiz inson bo'lasan. Hech kim gaplashmaydi, hech kim sen bilan muomala qilmaydi. To'g'ri, buni tushuntirishga 15 daqiqa ketib qolishi mumkin. Lekin bir marta tushuntiramiz, bo'ldi. Keyingi safar esingdami gaplashdik o'sha mavzu. O'shani esingda tut deymiz. Hattoki Ana Saskind aytadi, 5 yoshli, 3 yoshli bola bilan ham xuddi shunaqa gaplashish mumkin va gaplashish kerak. Biz gaplashamiz ham. Tushuntiramiz. Tushuntirganimizdan keyin baribir o'sha unga zararli bo'lgan ishdan to'samiz, unga foydali bo'lgan joyga yo'naltiramiz. Men o'sha 3 yoshli, 4 yoshli bolalarga ko'rmaysan, iPad ushamaysan, o'yin o'ynamaysan derkanman, shatta qo'ldan olib qo'yishimdan tashqari, hozir men buni olib qo'yaman sendan. Bu seni ko'zingga zarar. Bir kunda 40 daqiqa, 1 soatdan oshib o'tirma. Ertaga mana shunga o'rganib qolasan. Buni shunchaki vaqting ketyapti. Bu boshqa tilda ham emas, til ham o'rganmayapsan deb turib uzoq tushuntiraman. Esida qoladimi yo'qmi qiziq emas. Chunki har bitta ishning orqasida mantiq borligini bola tushunish kerak. Mana bu ularni jiddiy olish. Chunki katta odam yurgan paytda
uni bir ishdan to'xtatar ekanmiz yoki bir ishga motivatsiya qilar ekanmiz, unga doim tushuntiramiz. Ko'chada mashina haydayotganimizda GAI bizni dan xodimi to'xtatar ekan, bo'ldi, mashinani tez trafga olib kiring yoki menga 500 ming bering yoki 500 ming jarima to'lang demaydi. Ya'ni u nima deydi? Hurmatli haydovchi, mana bu bandga ko'ra, mana bu qoidabuzarlikni biz deysiz. Mana buncha jarima bo'ladi deydi. Ya'ni bizga tushuntirib berishadi doim. Doim sabablar bilan ishlaymiz. Ana shu narsa bo'lmasa, bolalarimiz shunchaki nima desa hop deb qilib ketaveradi, lekin o'zini g'oyalari bo'lmaydi, o'zini xohishlari bo'lmaydi. Bir qilayotgan ishlaring orqasidagi mantiqni tushunmaydi. Biz yoshligidan bolani jiddiy olib mantiqini tushuntirsak, u har bitta ishni, ha, men mana shu videoni ko'ryapman, chunki bu narsada meni muammoim bor. Hozir shu videoni ko'raman-dek, qilishim kerak bo'lgan ishlarni konspekt qilaman-dek, keyin ertadan qo'llashni boshlayman. Shunda bu muammoga uchramayman deb turib, fikrlash mantiqiy ketma-ketlikka asoslanadi. Shuning uchun ham bolalarimizni jiddiy olishimiz kerak. Ya'ni baribir unga zararli bo'lgan ishdan to'samiz. Baribir uni foydali bo'lgan ishga, o'sha bo'tqa yeyishga, meva yeyishga, vohali uxlashga, tishini yuvishga ko'ndiramiz. Ko'ndirib turib, sababini aytib, keyin o'sha joyga yo'naltiramiz. Mana bu g'arbdagi bolalarni jiddiy olish va bizni o'zini sharqona ramkamiz, ya'ni qobig'imizga, qolipimizga tushadigan va hozir ota-onalarimiz ishlatayotgan, men o'zim ham ishlatayotgan yaxshi qobiq deb o'ylayman. Bizga foyda olib kelyapti va o'ylaymanki, sizga ham foyda olib keladi. Keyingi videomizda biz bolalarni soha tanlashdagi kamchiliklari va ota-onalar unga qanaqa yechim berish haqida gaplashamiz. Bolalarimiz orasida futbolist bo'laman, ya'ni shaxmatchi bo'laman, geymer bo'laman, bloger bo'laman deganlarimiz uchrab turadi. Ularga nima qilish kerak? Nima deyish kerak? Va qo'yib berish kerakmi? Yoki majburlab boshqa sohalarga yo'naltirish kerakmi? Shu haqida gaplashamiz. Qiziq video bo'ladi, o'tkazib yormanglar va shu videomiz yoqqan bo'lsa, shunaqa videolarni o'tkazib yormaslik uchun ham obuna bo'lish esdan chiqmasin. Rahmat.